Surxondaryo viloyatida soliq xizmati organlari hamda majburiy ijro byurosi bilan hamkorlikda olib borilayotgan tadbirlar natijasida joriy yilning o'tgan davrda korxonalardan 276,3 milliard so'm soliq qarzi undirilib, davlat byudjetiga yo'naltirildi. Viloyat bo'yicha joriy yilning shu davriga qadar 3145 ta korxonalarning 312 milliard so'mlik soliq qarzdorligi evaziga mol-mulklari, ya'ni transport vositalari, noturar obyektlari xatlanib olindi. Natijada 2108 ta korxonalar tomonidan mavjud 276 milliard so'mlik soliq qarzdorligi to'lab berildi. Termiz shahrida faoliyat yuritib kelayotgan soliqdan qarzdor korxona tomonidan soliq qarzi belgilangan muddatlarda to'lanmagan. Shu bois mazkur korxonaga tegishli transport vositasi xatlandi. Korxona mas'ullariga qarzdorlik qisqa muddatda bartaraf etilmagan taqdirda transport vositasi belgilangan tartibda onlayn auksion savdolari orqali sotilishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirildi. Hamkorlikdagi tadbirlar davomida yana bir mas'uliyati cheklangan jamiyatning 111 million so'm miqdoridagi soliq qarzi uchun jamiyatga tegishli mol-mulklar xatlandi. Joriy yil boshidan soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq soliq qarzdorligi mavjud bo'lgan yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlarning soliq qarzdorligini ularning debitorlik qarzi hisobidan undirish tartibi joriy etildi. Xo'sh, mazkur tartib joriy etilgandan buyon tadbirkorlar tomonidan soliq organlariga qancha murojaat kelib tushdi? Surxondaryo viloyat soliq xizmati organlariga soliq qarzdorligi mavjud korxonalarning soliq qarzlarini debitorlar qarzi hisobidan undirish bo'yicha 316 ta murojaatlar kelib tushdi. 168 tasi ijobiy hal etilib, belgilangan tartibda soliq qarzdorligi undirildi. Unutmang, soliqlarni o'z vaqtida to'lash qonun talabi. Aks holda soliq qarzdorligini undirish bo'yicha qonunchilikda belgilangan majburiy ijro choralari qo'llaniladi. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dasturi uchun.